Salom. Bugun a'zolar sistemasi antofilogenezi, ekologiya, odam ekologik omil, biosfera va uning muammolari mavzusida suhbatlashamiz. A'zolar sistemasi antofilogenezi nima? A'zolar sistemasi antofilogenezi bu tirik organizmlarning hayot davomida a'zolari qanday shakllanib, rivojlanishini o'rganadigan fan sohasi. Masalan, yurak, miya yoki o'pkaning embrion davridan to voyaga yetguncha bosqichma-bosqich o'sishi bu antofilogenez jarayonidir. U biologiyada hayot sirlarini anglashda muhim ahamiyatga ega. Teri antofilogenezi. Teri antofilogenezi bu organizmning individual rivojlanish jarayonida terining shakllanishi va yetilish jarayonini ifodalaydi. Teri embrion davrining dastlabki bosqichlarida ektoderma qatlamdan hosil bo'ladi. Dastlab bir qavatli hujayra qatlami sifatida paydo bo'ladi. Keyinchalik u ko'p qatlamli epidermisni hosil qiladi. Ektodermadan epidermis rivojlanadi. Mezodermadan derma, teri osti qatlami va ter bezlari, qon tomirlari shakllanadi. Embrion o'sishi davomida soch, tirnoq, ter bezlari ham teri hosilalari sifatida rivojlanadi. Tug'ilish vaqtiga kelib teri to'liq shakllanadi, lekin bezlar faoliyati va pigmentatsiya hayotning dastlabki oylarida to'liq faollashadi. Skelet va nerv tizimi antofilogenezi. Skelet sistemasi antofilogenezi bu inson yoki hayvon organizmida skeletning individual rivojlanish jarayonidir. Skelet mezodermadan, ya'ni embrionning o'rta qatlamidan hosil bo'ladi. Dastlab tog'ay suyak modeli shakllanadi. Keyinchalik ossifikatsiya, ya'ni suyaklanish jarayoni orqali tog'aylar suyak to'qimasiga aylanadi. 3-4 haftalarda embrionda umurtqa, bosh suyak va oyoq-qo'l suyaklarining kurtaklari paydo bo'ladi. Suyaklanish jarayoni voyaga yetguncha davom etadi. Nerv sistemasi antofilogenezi bu nerv tizimining embriondan to to'liq yetilgunga qadar rivojlanish bosqichlaridir. Nerv tizimi ektodermadan rivojlanadi. Dastlab nerv plastinkasi hosil bo'ladi. U keyinchalik nerv naychasiga aylanadi. Nerv naychasidan miya va orqa miya shakllanadi. Nerv hujayralari, ya'ni neyronlar differensiallanib, ular o'zaro aloqa tarmoqlarini hosil qiladi. Tug'ilgandan so'ng ham nerv tizimi miyelinizatsiya va sinapslarning rivojlanishi orqali yetilishda davom ettiradi. Qon aylanish, endokrin ayirish sistemalari antofilogenezi. Qon aylanish sistemasi mezodermadan rivojlanadi. Dastlab embrionda yurak naychasi hosil bo'ladi. Keyinchalik u 4 bo'lmali yurakka aylanadi. Qon tomirlar ham mezodermadan paydo bo'lib, butun tana bo'ylab tarmoqlanadi. Qon aylanish tizimi embrionning birinchi faol ishlovchi tizimi hisoblanadi. Endokrin tizimi ektoderma va endodermadan rivojlanadi. Embrion davrida gipofiz, qalqonsimon bez, buyrak usti bezlari shakllanadi. Bu bezlar gormonlar ishlab chiqarib, organizmni o'sishi va metabolizmini boshqaradi. Endokrin tizimi tug'ilgandan keyin ham faol o'sishda davom etadi. Ayru tizimi, ya'ni buyrak va siydik yo'llari mezodermadan rivojlanadi. Dastlab pronefroz, so'ng mezonefroz, keyinchalik esa metanefroz, ya'ni yakuniy buyrak hosil bo'ladi. Bu jarayon embrionning 5-8 haftalarida sodir bo'ladi. Tug'ilish vaqtida buyraklar faol ishlashga tayyor bo'ladi. Ekologiya, odam ekologik omil. Ekologiya bu tirik organizmlarning o'zaro va atrof muhit bilan munosabatini o'rganadigan fan. Inson tabiatning bir qismi bo'lib, u ekologik omil sifatida muhitga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Odam o'z faoliyati orqali tabiatni o'zgartiradi, o'rmonlarni kesadi, sanoat chiqindilari bilan havoni va suvni ifloslaydi, iqlim o'zgarishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga inson ekologik muvozanatni saqlash uchun ham mas'uldir. Daraxt ekish, chiqindilarni kamaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish buning muhim qismidir. Shunday qilib, odam tabiatga ta'sir etuvchi ham, uni muhofaza qiluvchi omil hamdir. Biosfera. Biosfera va uning muammolari.
Biosfera bu Yerning barcha tirik mavjudotlari va ularni o'rab turgan muhitni o'z ichiga olgan yagona hayot sohasi. Unda havo, suv, tuproq va tirik organizmlar o'zaro bog'liq holda mavjud. Ammo bugungi kunda biosferaning tabiiy muvozanati inson faoliyati natijasida buzilmoqda. Havo va suvning ifloslanishi, o'rmonlarning kesilishi, iqlim o'zgarishi va hayvon turlarining yo'qolishi biosferaning asosiy muammolaridandir. Bu muammolarni hal etish uchun inson tabiatni asrab-avaylashi, ekologik qonunlarga amal qilishi va barqaror rivojlanishni ta'minlashi zarur.